Assalomu alaykum barchaga. Bahrom aka, bu akamiz bundan 1 yil oldin Bolgariyaga hujjat topshirganlar. O'zi aslida ikkinchi marta hujjat topshirishlari. Bundan oldin ham Bolgariyaga biz orqali borib kelganlar. Shu zavodda mana Xudoga shukr ishlayotganimizga hali 1 yil bo'lmadi, lekin keyingi oy 1 yil bo'ladi. Boshida biz ham upakovщик bo'lib kelganmiz. 1 oy davomida upakovkada yurib, keyin bizga avtomatikga olib o'tishgan. Shundan beri shu apparatlarni o'zimiz boshqarib, sekin-sekin o'zimiz ustimizda tajribamizni oshirib, hozir mana operator darajasiga yetib keldik. Akamiz oddiy upakovkachi bo'lib ketganlar, lekin shu joyda o'zlarini topib ketishlari, o'z o'rinlarini topib ketishlari birinchi o'rinda bu o'zlari. Ya'ni o'zlarining ustida ishlaganliklari, nima uchun kelganliklarini, ya'ni ishlagan borganliklarini to'g'ri tushungan holatda o'zlarining ustida ishlab, mas'uliyatni o'zlari bo'yniga olib, ana hozirgi pozitsiyalarni egallab turibdilar. Bolgariyaga kelishimizda, shu ishlarni topishimizga bizga katta yordam bergan Evrojob xodimlari, yana Shohruxbek, Mansurjonlarga kattakon rahmat. Sizlar ham ishonch bildiringlar, o'zlaringga ma'qul kelgan vakansiyani ko'rib chiqinglar, harakat qilinglar kelmoqchi bo'lganlar. Albatta kelib harakat qilsalaring, sababini qilsalaring, inshaalloh hammasi yaxshi bo'ladi. Assalomu alaykum. Ushbu videodagi opamizning ismlari Manzur opa. Bular bizga birinchi hujjat topshirganlarida oilaviy bo'lib topshirishgan, ya'ni 4 kishi bo'lib topshirishgan, lekin 2 nafar kandidat oilaviy sharoitga ko'ra rejalari o'zgarganliklari uchun отказ qilishgan. Bular Manzur opam xo'jayinlari Obid aka bilan hujjat topshirib bizga murojaat qilishgan. Biz Bolgariya shahrining tog'li rayonida ishlaymiz, ya'ni dachada, villada ishlaymiz. Bizani ishlaydigan joyimizdan yashaydigan joyimiz 15 kilometr uzoqda. Bizga mashina berishgan. Biz har kuni bu yerga soat 8 da kelib, soat 3 da ishimizni tugatib qaytib ketamiz yashaydigan joyimizga. Mana videodan ko'rsanglar bo'ladi. Manzur opamni o'zlari ham, Obid akam ham ishlayotgan joylaridan rozi va o'zlari mana video lavha jo'natganlar, davomini ko'rsanglar bo'ladi. Biz bu yerga Evrojob konsulting firmasi orqali, ya'ni Shohrux orqali kelganmiz. Ularning firmasi juda ham ishonchli, juda ham halol ishlashadi. Shuning uchun men bu videoni qilishga qaror qildim. Agar kelmoqchi bo'lganlar bo'lsa, juda ham ishonchli firma. Men sizlarga tavsiya qilaman bularning firmasi orqali kelishni. Bu bizning yotoqxonamiz. Hamma sharoitlari bor. Wi-Fi bor. Bizning oshxonamiz. Полностью idиш-tovoq, gaz plita, duxovka, yangi avtomat kir mashina, yangi xolodilnik. Assalomu alaykum hamkasblar. Ushbu videodagi akamiz ismlari Bakir aka bo'ladi. Toshkent viloyati Zangita tumanidan. Bu akani hozirgi ish joylariga yetib borishi alohida istoriya bo'lgan. Ya'ni qanaqa? Ish beruvchidan biz BS kategoriya bo'yicha samospal haydovchilari bo'yicha hamda betonovoz haydovchilari bo'yicha zaявка qo'yganmiz. Aynan shu zaявка bo'yicha odam kandidatlarni qabul qilayotgan paytimizda bularga joy qolmay qo'ygan. Suhbatda ish beruvchi bilan gaplashganimizda bu akamizni ham ishga olishlarini so'raganmiz, lekin ular hozir bizda BS kategoriya bo'yicha vakansiyamiz to'ldi, lekin pompa bo'yicha, ya'ni betonni so'rib, kerakli joyga quyib beradigan, kerakli qavatga quyib beradigan maxsus texnikaga ish o'rnimiz bor. Lekin bu odam unaqa ish malakasi yo'q ekan deganda, o'shanda o'rgandilar. Ya'ni nima demoqchiman? Intilish o'zlarida bo'lgan, ishlashga qiziqish o'zlarida bo'lgan. Shu uchun ham ish beruvchi ularni ishga olishga rozi bo'lgan. Ya'ni shu shart bilan rozi bo'lgan. Pompa beton mikseriga operator bo'lib, BSY kategoriyasi borlarga baraber mashinam. Toqada ham pompa turibdi. Ana mikserlari bor, zavod, beton zavod. Sharoitlari yaxshi. Kimni ishlash istagi bo'lsa,
BSE kategoriyasi bo'lsa, kelsa bo'ladi. Ertalab soat tongda 8 dan boshlanadi ish. Goh vaqt oxiroq, goh vaqt 5 gacha grafik o'zi. Oxiroq boshlanishi mumkin, kechroq tugashi mumkin. Har doim unaqa bo'lmaydi. Grafiki 8 dan 5 gacha. 5 dan keyin ko'proq ishlash istagida bo'lganlar. Bonuslari bor. 2 xona kvartira bergan 3 kishiga 3 kishi turamiz. Ish bilan ishxonaga, uyga borib kelishga, kvartiraga transport bilan ta'minlaydi. Ish sharoiti yaxshi, qiyinchiligi yo'q. Ishlash istagida bo'lganlar Evrojob kompaniyasiga Shohruh degan yigitga uchrashsanglar, sizlarga dokumentlarni tayyorlashni tushuntiradi va tayyorlab beradi. Ishonarli yigit. Jahongir aka, O'zbekistondan keladiganlarga Bolgariya haqida ma'lumot bera olasizmi? Albatta, ma'lumotimiz manfaatli bo'lsa, qanday yotoqxonadan boshlaymiz bo'lmasam? Yana bir mijozimizni yuborgan video lavhalarini bir yaxshilab eshitib ko'ringlar. Yo'li ishxona, yotoqxona, oshxona hammasi bitta joyda joylashgan. Ikkinchi etaj yotoqxona, birinchi etaj ishxona. Yotoqxona bo'lgan. Xonalar har xona ikkitalik, uchtalik, ikkitalik, uchtalik. Bu xona ikkitalik, narigi xona uchtalik. Yo'li dush, hojatxona. Yo'li eng keraklisi istiranashi, ishxonamiz. Bu ishxona Gretsiyadan, banan, apelsin shunaqa mahsulotlar keladi. Keyin Bolgariyada yashiriladi. Kaufland supermarketi. Shu Bolgariyadagi eng katta, eng sifatli mahsulotlar ishlab chiqaradigan joy. O'shanga mahsulotni yetkazib beradi. O'shani hozir ko'rsatib o'taman. Juda ham oson. Siz O'zbekistondan Afrikada bo'lib vakansiyalarga tanishtirgan bo'lsangiz, skladlarda ham ko'proq avtokaraga vakansiya keladi. Avtokara bo'yicha o'shancha kameralar o'xshaydi. Bu yoqda ham kamera banan Gretsiyadan ko'p holda keladi. Supermarketlarga tarqatiladi. Qonuniy ishchi viza olish uchun baribir vaqt kerak bo'ladi. Shuning uchun sabr qilib kimdir agar hujjat topshirgan bo'lsa, kutish kerak.